Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ala ahadin idza arada an yatasaddaqa bi sadaqatin an yaj'alaha li walidayhi idza kana muslimain. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom mana 2-3 kundan beri ota-onalarga farzandlar tomonidan yaxshiliklar qilish xususidagi kelgan muborak hadis shariflarning jumlasida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom marhamat qilib aytadilarki, ya'ni har bir kishi vaqtoki sadaqa qilmoqligini iroda qilgan paytida uni savobini ota-onasi mo'min musulmonlardan bo'lsa, ularga savobini bag'ishlashligini zarari yo'q. Ya'ni bunda nima bo'ladi? Ota-onasiga bag'ishlasa fayakunu livolidayhi ajruha. Ota-onasiga bu farzand qilgan sadaqani savobi shundaqacha boradi. Ota-ona qilgan bo'lib qoladi. Bildingizmi? Va yakunu lahum mislu ujurihima min g'ayri an yunqasa min ujurihima shay'un. Ya'ni bas bu sadaqa qilgan farzandga ham ota-onaga berilgan savob Alloh taolo tomonidan qancha bo'lsa, nuqson qilinmasdan farzandga ham beriladi. Demak, ota-onamizni kitobi yopilib qolmasligi uchun, ularga savoblar borib tirik odamda qangi amal qilayotgan bo'lishligi uchun sadaqa berayotganimizda mana shu dadamga bo'lsin savobi, mana shu onamga bo'lsin, ana akamga bo'lsin desak, ana biz sadaqani qilganimizda ularga ajri borib, yana bizga ham o'shancha misl ularga berilgandan kam emasdan bizga ham bo'lar ekan. Masalan, sadaqani qilib olgan odam quruq qolmas ekan. Hali savobini bag'ishlansa, men besavob qoldim deb, ya'ni noqis aqlimiz bilan hukm chiqarmaylik ekan. Mani 100 mingta, mani 200 mingta tahlilim bor, mana shu o'tganlarimizga bag'ishlab qo'yaylik deyapti. Ya'ni janozalarda. Mana xuddi shu ham shundayki, bir odam tahlillarda aytib yuruvdilar, ho'qiz mahalla ko'yda yo qarindosh urug'da bitta odam o'tib qoldilar. O'tib qolganda biz o'sha yerga borayotganimizda o'zi nimaga bordik? O'sha odamga duo qilaylik, doimki Xudo bizni duoyimizni barakotidan ana shu oxiratga yaxshilar yetib olsin. Alloh gunohlarini kechirsin. Allohumma g'fir li hayyina va mayyitina. Ey Alloh, tirik o'tganlarimizni mag'firat qilgin deb duo qilishlik, yordam qilishlik uchun bordik. Xudoga ko'rinib qo'yishlik uchun borgan bo'lsangiz, riyokorsiz. Tushundingizmi? Sizga mashincha ham savob yo'q. Chunki riyokorga savob berilmaydi. Xo'ja ko'rsinga savob yo'q. Xo'ja eshitsinga qilingan amalga savob yo'q. Borib kelaveradi. Janoza bo'ladi, ajri bo'lmaydi bu odamga. Tushundingizmi? O'shaning uchun borishimizda, eshikdagiga chiqqanimizda niyatimizni to'g'ri qilib olaylik. Janozaga bergan savobdan menga ham bersin. O'sha odamni Xudo rahmat qilsin. O'sha odamga meni yordamim tegsin. Ana yordamimizni bittasi janoza, yana bittasi o'sha uylarimizda aytib yurgan tahlil, istig'forlarimiz, tilovatlarimizdan bo'lgan savob. Ana Mavsuatul Yusufiyya nomli kitobda keltirdilarki, odam o'tgandan keyin xatmi kabir qilsa, undan ham afzal deb qo'yibdilar. Ana shu ham bor ekan mana. Xatmi kabir qilib savobini ana shu o'tgan odamga bag'ishlab qo'ysa. Bu xatmi kabir qilib bergan hop qorakalarga himmat qiladi. Mana ba'zilar, mana shuni oling, bizga xatmi kabir qilib bering. Shuni singari hadiya beradi. O'sha berayotgan hadiyasini yo yug'uchiga berayotgan hadiyasini, dadasini yuvdi, akasini yuvdi, yo shuni singari yo kishi o'tgan bo'lsa shunga o'xshash, yo go'rkoviga yo kimgadir berayotgan paytida ana shularni ham savobini dadamga, o'sha o'tgan odamga desin.
Haligini men barobar haqqini beraman desa, u odam juda ham katta xato qiladi. Nimaga desa, farazan tilovat qilib berdi, hadiya berayotgan bo'lsa, bu tilovatga siz berayotgan hadis tanga ham emas. Hech ham buni siz tanga bilan ado qila olmaysiz. Buni savobi tugamaydigan narsa Qur'onda. O'shaning uchun hali odamga shuni men oddiy hadiya qilay, ko'nglim savobini dadamga bag'ishlay, onamga bag'ishlaysa, eng to'g'ri sadaqatni o'sha dadamizga yetkazgan bo'lamiz. Odam dunyodan o'tganda mana payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilarki, iza mota ibn odama inqata'anhu amaluhu illo min salasin. Odam bolasi dunyodan o'tsa amallari kesiladi. Endi bunday qilib tasbih o'g'ira olmaydi. Qo'llar tashagan, yotibdilar, cho'ziq bo'lib. Endi tillar ham ishlamaydi. Subhanalloh, alhamdulillahga to'xtadi u ham. Tilovat qilsa ko'zi ham bekib qoldi, qarab o'qiydi desa. Hamma yo'q to'xtadimi? Magar ham holi hayotida 3 ta amalni qilgan bo'lsa, o'shalar to'xtamasdan borib turadi. Qaysilar ularsa sadaqatin joriyat. Sadaqai joriya qilgan bo'lsa. Masjidga o'zi ko'ydan chiqarib kelgan masjid dadamga bo'lsin deb bitta temir olib berganmi? Shag'al olib berganmi? Temir qachon chirib ketadi, shag'al qachon yo'q bo'lmaydigan narsa bo'lsa, Xudo xolasa. Xudo yo'q qilganda yo'qib ketadi. O'shangacha o'sha sadaqai joriyani savobi dadasiga yo'inki ana onasiga yoki ko'cha qurilayotganda shu bir mashina asfal mandan odamlar yursa shuni savobi dadamga yetib tursin desa, ana o'sha 1,5 million 3 million narsa bilan dadasiga to'xtamay nechta odam o'tganda rahmat chet asfal bo'lib qolsa, dadasiga o'sha bitta nimada savob boraveradi. Ana qayerga urishni bilaylik turdi. Haligi masalan kelib to'yizda erg'i ishlaydigan odamlarga osh taom qilib, ular ertaga na siz eslaydi, na qo'lini ochib duo qiladi. Mo'nsini yaxshi qilmabdi deb ketadiganlarga qilib pul duo qilmang. Ashlaqangi joyiga uringki, o'shaning savobi otamizga, onamizga borsin. Ikkinchisi av ilmin yuntafa'u bihi, yo ilm qolgizgan bo'lsa o'tgan odam, u ilmidan odamlar naf olsa, ho dunyoviy, ho uxroviy. Haligini ham savobi o'tgan odamga boraveradi. Uni ham kitobi yopilmaydi. Avvaladin solihin yad'u lahum bil maghfirati. Bir rivoyatda yad'u lahu. Ana bir farzand qolgizgan bo'lsa, farzandi odamni mag'firat qilgin, onamni kechirgin deb duo qilyapgan bo'lsa, duosi ham to'xtamasdan borib turadi. Hamma yo'g'i kesilar ekan, to'xtar ekan. Lekin bolani duosi hali ota-onani orqasidan to'xtamay borib turadi. Nechta bolangiz bor? 6 ta bolangiz bor. Bitta ota, bitta ona, o'z bittadan o'zi 6 taga aylanadi. Qachon? Solih bolalar bo'lsa, hammasiga qo'lingizni yuvayotganingizda bismillah, mana dada bismillahirrohmanirrohim degan umrini oxirgacha yuyat bismillahirrohmanirrohim. Ashini savobi o'sha dadaga boradi. Nima? Dada ta'lim bergan. Muallim, onamiz muallima. Va bolam to'xta shashilmash, abdastini olib o'tib ket kichkinaligida. Xo'p deydi, haligi abdastdan hojatga olib o'tib ketdimi? Necha marta umrini oxirigacha mustahab qilgan bo'lsa, shu birinchi ta'lim bergan onasiga o'shaning savobi boraveradi. Tushundingizmi? Ana haligi onani kitobini farishtalar yopib qo'ymaydi. Nimaga? Buni orqasidan bolalarni qilgan 6 ta bolani qilgan amali to'xtamasdan borib turibdi. Undan keyin nevaralarga borib turibdi. Haligi qiyomat bo'yingacha bu odamning amali solih va solihalari to'lib toshib ketadi. Juda ham buyuk katta amallarni qilgan bo'ladi. O'shaning uchun batdagi, ya'ni bo'layotgan ishora bolalar o'g'ni bo'lsin. Bolalar salohiyatli bo'lsin. Uni aksi ham bor. Bolalar yomon bo'lsa, yomonligi ham borib turadi. O'shaning uchun bu ham masalan bitta xipchini uchi borib sizga ham tegib turadi. Har payshanba kuni haligi otani o'zi qabr azobi bo'lgan bo'lsa, bolalarga ham borib turadi. Mana ho'y falonchini farzand falonchi, sani orqangda qolgizgan farzanding mana bunaqangi qabih ish qildi bugun deb mana shunday haligi bolani devoni ko'rsatadi.
haligi joyida aybni ustiga ayb. O'shaning uchun aytganlarki, qabr azobini eng ahvani, eng yengili bolalarda amalini ko'rsatilishligi dedilar. Undan nariyog'i battar ekan. Tushundingizmi? Haligi bir boqqanda, bir chaqqanda haligi joylar, tushundingizmi? Ular masalan haligi odamning ichiga kislota qo'ygan bilan barobar u zahar. Ilonni chayan. U to'xtamaydi. Chaqaveradi, odam o'lib qolmaydi. O'shaning uchun ana qabrga isti'dod tayyorlanishlik, hisob kitobga tayyorlanishlik va orqamizdan borib turadigan solih amallarga tayyorlanishlik imkoniyati qo'limizda turibdi. Bitta odam o'tib ketdi, bolalariga shunday, ya'ni gap aytdiki, bolalari bir martada hamma solihga ayladi. Sanlar namozxon bo'lmasang, men sanlardan rozi basman. Haligi bolalar hammasi namozxon bo'ldi. Haligilar. Nimaga ota-ona rozi bo'lmasa, hayotga kelgandan hayotini barbod qilgan bola o'sha bo'ladi. Tushundingizmi? Oxirati kuyadi, ota-ona rozi bo'lmagandan. Haligi bolalar hammasi namozxon bo'ldi. Bilganicha o'qiydi. Yallaqangi ilmi yo'q, lekin namozxon bo'ldi, solih bo'ldi. Ana o'shanaqangi deb qattiq gaplarni gapirmasak ham, yaxshi gaplar bilan ularni yotibtirsak, hammasi namozxon bo'lsa, ularni namozlardan, yaxshiliklardan bizga borib tursa, kitoblarimiz yopilmasa, o'sha arvoh olamida ham xursand shod bo'lishligimizni sababi bo'lar ekan. Duo qilaylik. Parvardigor olam har birlarimizni o'tgan ota va onalarimizni Alloh taborak va taolo rahmatiga olsin. Farzandlarni qilayotgan yaxshiliklardan Alloh taborak va taolo ko'p nasibalarni Alloh taborak va taolo ularga yetkazsin. Alloh subhanahu va taolo oxiratlarni obod, ruhoniyatlarni shod qilib yuradigan farzandlardan bo'lishligimizni Alloh taolo jamimizga karam qilsin. Sallallohu ala khayru xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rahmatka ya arhamar rohim. Salomat bo'linglar.